Hello do'stlar, men sizlar bilan yana o'sha siz tanib tashlagan va tanimagan Robert Player. Bugungi videoda men sizlar bilan o'tgan ya'ni oldin olgan videoyim Burger Simulator shuni ikkinchi qismini olishga qaror qildim do'stlar. Iltimos video boshlanishdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying. Unday bo'lsa biz videoni boshlaymiz. Birinchi o'rinda biz hozir do'konimizni ochib olishimiz kerak. Mana ochildi do'stlar. Ochdik. Do'stlar, mana men ancha kuchaytirib tashladim, lekin bu o'yinni anchadan beri o'ynamayman. Video olganimdan beri deyarli вообще olmadim. Do'stlar. Tasavvur qilasizlar, 12-levelga o'tdim bugun. Kechadan beri o'ynayapman. Endi bizga anaqa kerak do'stlar. Voy do'stlar. Anonimdan qolmadi do'stlar, qaranglar. Free'li ochib tashladik. Anaqa sokli qo'yadigan. Ancha narsa anaqa qildik lekin. Do'stlar, keyin biz hozir mana buni ishchalar sotib oldik do'stlar. Nimadirlar kelibdi. Короче do'stlar, mana bundan sotib olamiz işte. Ana bo'ldi, keldi. Mana bu ishchim narsalarni olib kirib turadi. Bittasi mana bunisi zakazlarni qabul qilib turadi. Faqat tugab qolgandan keyin o'zim qilishimga to'g'ri keladi do'st qirchani. Yoki ana. Do'stlar, mana buni qaranglar, bu ko'tarib kelayotganda kattagina, men ko'tarib kelayotganim kichkina. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yoki ana. Endi bilan pishirish kerak do'stlar, bundoq qilib pishirilar ekan. Ana do'stlar, qaranglar, hammasi o'zim ham otilib ketadi, men qilishim kerak emas. Ana. Zakazlarni qabul qilib olamiz endi o'zimiz. Tak 9.32. Do'stlar, esingizda shu kartalarning raqamini berayotganda hammasiniki bir xil dedi. Do'stlar, bir xil bo'lsa mazza-yu. Mazza qilib o'g'irlik uchun любойникini bo'lib teshsanglar bo'ladi pulini. Yo, do'stlar, bunaqa ish qilish kerak emas. Mana. Voy do'stlar, shuncha zakaz. Ana. Bittasini beramiz. Ana endi men bilan ana. Do'stlar, mana shu o'yinni sizlarga yuklab olishni tavsiya beraman. Juda zo'r o'yin. Ana do'stlar, 13-levelga o'tdik. Oppa. Ana. Nima bu? Bu anu-ku, zakaz beruvdim. Tak. Bu bilan nima qilinar ekan do'stlar? Men buni olib kirmabdi ishchi. O'zimiz olib kirishimiz kerak endi bilan. Parazitchi. Voy do'stlar, nima endi biz ikkitasida ishlaymizmi do'stlar? Tushunmadim do'stlar, biz ikkitasida ishlaymizmi? Yoki bittasida ishchimiz, bittasida o'zimizmi? Tak, mayli, qabul qilaveraylik zakazlarni. 06. Tak. Tak, mana. Assalomu alaykum xalajon do'st. Bratан, namuncha do'stlar, mana buni qaranglar. Aka, sizga burger yeyish mumkin emas. Qorningizni qarang. Senga qayerdan beraman? Lulimi, sen nima balo? Qayerdan kelding? Lulalar bizani magazin kirmaydi. Ya'ni do'konga. Do'stlar, mana buni qaranglar, irkitligini. Endi ikki tarafga borishimiz kerak do'stlar. Ya'ni bitta baqaloq akajonimizga otdi. Qarang. Aka, sizga вообще mumkin emas-ku burger yeyish. Nima balo? Nafsinglarni tiyolmaysizlarmi? Sizni o'z doktoringiz bormi? Sizga burger yeyish mumkin degan okajon, bratan. Короче, do'stlar, biz burger tayyorlab turaylik. Do'stlar.
Non qolmabdi. Non zakaz qilish kerak endi. Tak. Mana. Hammasini o'shadan berib qo'yaylik. Go'shtdan ham, bundan ham. Ana bo'ldi. Shuncha zakaz berdi, bo'ldi. Meva kirib ketdi. Tak. 12 50. Akajon biznesmenlar bizlar magazin kelishi mumkin bemalol. Lekin bardorlar bor bo'lsa kerak bizlar magazinda. Ana. Bor ani ishchilarimiz bor, vaqt tugab qolishi vobshe ekan. Do'stlar. Vobshe ani ko'p kuchaytirsanglar menimcha anaqa bemalolishda yuraveradi. Lekin pul to'lash kerak hali. Mani nonim keldimi? Ko'tlaringga sallani. Tasha davay. Oho. Mana do'stlar. Ana bo'ldi. Tak. Ana do'stlar. Короче, deyarli hammasi tayyor bo'ldi. Mana ana. Bo'ldi. To'xtang, endi suvdan qo'yib qo'yishimiz kerak. Do'stlar, hammasi ko'lli mana hammasi ko'lli. Coca-Coladan boshqasi yo'qmi? Qo'rqib qolganmi Coca-Coladan boshqasi? Ana. Nondan muncha tez tugaydi do'stlar. Yur bu yoqqa. Ana. Yaxshi. Sog'lomsiz. Do'stlar, ishchilarimiz mana bu o'tirishar ekan. Bunga hali pul to'lashimiz kerak. Ma'milisi yo'tar ekan. Uxlar. Bittasi qo'shiq eshitadi, bittasi uxlaydi. Nima bo'ldi? Ukajonlarimni o'rniga o'zim yashashim kerak. Do'stlar, hayotda ko'rganmisizlar? Ana ishxonani boshliqlari ishlab, ishchilar dam olib yotsin. O'yinlarda shunaqa g'alatiroq do'stlar. Do'stlar, bu o'yinni yuklab olishga sizlarga tavsiya beraman. Juda ham zo'r o'yin ekan. Do'stlar, yaqinda yana bitta yangi ishchi sotib olaman. Unisi aniq oshpaz bo'ladi. Yana nonim qolmadi, do'stlar, namuncha. Non. 3 korobka o'zi tugab bo'ldi. Ma'milisi 3-chi korobka. Adashib ketibman. 2 korobka tugab bo'ldi. Ana. Bo'ldi. Ana. Bo'ldi. Voy bu do'stlar, Mamatlar bardak bo'lib ketibdi. Ma'milni musorga tashish kerak. Tak. Bo'ldi menimcha. Sirni ham qo'yib qo'yaylik. Ana. Bitta dona qolib ketdi do'stlar. Qanaqasiga? Mana. Ana bo'ldi. Endi bittani qo'yib olsak bo'ladi. Ana bo'ldi do'stlar. Endi kunni o'tkazamiz. Xo'sh. Bankrot bo'lib ketibman do'stlar. Shuncha pulimni yechib oldi siqirlar. Yaramaschilar. To'xtaylik do'stlar. Ana endi biza hamma narsani solishimiz kerak. Ana biluvdim mashina ichida ortib qolishini. Tak, endi ko'chadagi narsalarni olib kiraylik do'stlar. Go'shtlarni pishirib qo'yishimiz kerak go'shtlarni. Ana, yaxshi. Tak. Do'stlar, qiziqdi. Ma'milqa ishchilarni 2 ta qilsak bo'larmikan yoki 3 ta? To'g'ri qo'yaverdim. 3 tami shuni qilsak bo'larmikan? Chunki bot kattalashgani sari ma'milqa ham ko'payib ketyapti-da. Nima deysizlar? Kommentga yozib yuboringlar zohiylar. Ana. Shuncha go'sht pishadi hozir. Ana. Qani ko'raylikchi. Oho. Shunchani olsa bo'lar ekan. Ana. Oy, 2 ta donasi ham. 2 ta donasi qolib ketdi. Ana bo'ldi. Tak, non. Do'stlar, non kerak. Non qolmadi rostdan.
Voy do'stlar, namuncha. Do'stlar, keling, nondan ko'proq zakaz berib o'raylik. Ana bo'ldi 10 korobka. 10 korobkadan bir pas tugab qolishi kerak, do'stlar. Akajonlarim. Tak. Ungacha pauza qilib turing do'stlar. Do'stlar, mana boshlardi xizmat ko'rsatishni anchagina kuchayib ketdik do'stlar, ko'rasizlarmi? Qancha kuchayib ketdik. Qarang. Mana qilib burgerlar tayyorlashamiz, короче. Tak. Ana do'stlar. Mana. Do'stlar, anchagina sotdik narsalarni. Ancha ish qildim o'sha pauzada. Necha minut bo'lib ketdi, o'sha 5 minutmi shunaqa qancha ish qilib tashladim. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Video olishga qancha vaqtim ketyapti? 15-level bu oldim pauza paytida. Qayerga ketyapsan? Davay tur joying. Sen kimdir ruxsat berdimi? Vaqting tugadi bo'ldi. Ketaverasan. Do'stlar, o'sha kech bo'ldi. Mana o'yinda bizda emas. O'yinda kech bo'ldi o'sha. 8.14 yaxshi. Do'stlar, qaranglar. Bittagina qolib ketibdi. Bitta shuni olib kelishga eringan o'sqirtovchi. Ana, bo'ldi. Hoppa, ana. Menimcha eng oxirgi qism yo'q, ya'ni mijozimiz bor ekan. Eng oxirgi mijozimiz deb o'yladim. Davay. Ana. Do'stlar, qaranglar bagini. Baga emas. Ko'rdinglar? Qaranglar. Yaxshilab qaranglar, fizika qonun. Tugab qopti. Mana qaranglar. Men bitta turibman. Ana. Men bitta paydo bo'lib qoldim. Qanaqa? Bunaqa bo'lishi mumkin emas, axir. Ana do'stlar, mana sizlarga haqiqiy burger. Bu yoqqa nima olasan sen? Lo'li bachcha. Lo'li. Tak. Saniki pashti tayyor. Burgeri tayyor emas faqat. Bo'ldi, burgering ham tayyor. Bu yoqqa olib ketur. Yo'q вообще. Yo'qqa ko'tingasan. Bu kunni ham o'tkazdik do'stlar, 120. Voy. Yana yechib oldi pulimizni. Tak, do'stlar, qaranglar endi ishchilarimizni. Mana 160 kerak endi bilan kuchaytirishga. 21-levelga o'tsa oshpaz ham tayyor bo'ladi. Oshpazga lekin anchagina kerak. Nastroykaga kirib ketibman. Do'stlar, unda keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Bu o'yinga yana qaytishimiz mumkin, chunki bu ikkinchi qismi, ya'ni 3-qismlarini olamiz. Harakat qilamiz do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Xayr do'stlar. Xayr.